Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 2025-yil 1-may sanasidan boshlab nimalar o'zgaradi? Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 1-may sanasidan boshlab O'zbekistonda qator o'zgarishlar ro'y beradi. Birinchi, kam ta'minlangan oilalarga svit va gaz uchun kompensatsiyalar beriladi. Ikkinchi, mahsulotlarni halol belgisi bilan tamg'alashga ruxsat beriladi. Uchinchi, Prezident tomonidan tadbirkorlarga beriladigan qator yengilliklar kuchga kiradi. To'rtinchi, qarzdorlik hisobiga banklar balansiga olingan mol-mulklarni to'g'ridan-to'g'ri sotishga ruxsat beriladi. Beshinchi, tadbirkor ayollarga 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar beriladi, deyiladi xabarda.